Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun 6-oktyabr 2025-yil. Mana Samir Energy Group tomonidan yana bitta 65 kilovatli loyihamiz tugallandi va tizim to'liq ishga tushirildi. Azizlar, biz bugun Narpay tumani Narpay mahalla fuqarolar yig'inidagi Saidnazarov Usmonbek xususiy korxonasidamiz. Bu yerga 108 dona Euro 610 vatlik bir tomonlama N-Type turkumidagi panellari o'rnatildi va 3 fazali Dia inverter o'rnatildi. 100 kilovatli inverterimiz o'rnatildi. Quyosh panellarimizning quvvati 65 kilovat quvvatdagi quyosh panellari o'rnatildi va inverterimizning quvvati 100 kilovat. Va AIS DS himoya tizimlari to'liq standartlarga muvofiq qilindi. Hozir inverterimiz 50 kilovat quvvatga yaqin elektr energiyasini ishlab chiqaryapti. 99.9% energiya davlatga sotib bo'lyapti, chunki seximiz ishlagani yo'q. Uni ham hisoblagichdan ko'rsatib o'taman, sotib bo'layotgan holatlarini. Sex ishlagan holatda ham bizlar grafiklarni, ishlab chiqarish quvvatlarini ko'rib, analiz qilib chiqdik, hisob-kitob qildik. Bir kunlik inverterimizni ishlab chiqargan bir kunlik 100% energiyasini 50% ni o'zi iste'mol qilyapti. 50% energiya davlatga chiqib ketyapti, ya'ni sotuv bo'lyapti ikki holatda ham. Hozir inverterni ishlash holatlari AIS himoya tizimlarini to'liq ko'rsatib o'taman. Azizlar, mana inverterimizning ko'rinish holati. AIS himoya tizimi qilindi, DS himoya tizimi qilindi va Wi-Fi o'rnatildi. Inverter bilan sinxron ravishda ishlash uchun va inverterni onlayn monitoring qilib kuzatib borishlik uchun. Soat 15:00, soat 3 da ham 43 kilovatga yaqin elektr energiyasini ishlab chiqaryapti. Havo bulut, panellarimiz usti chang bo'lgan, yuvish kerak. Lekin shu bilan ham soat 1-2 da 55 kilovatgacha elektr energiyasini ishlab chiqardi, ya'ni pik vaqtda. Akamizning qo'l telefonlariga ham, mobil ilovalariga ham to'liq inverterimizni ulab berdik. Kuzatib turish uchun, monitoring qilish uchun masofaviy. Uyda turib ham kuzatish mumkin, ko'rib turishligi mumkin. Mana DS himoya tizimimiz. Avtomat, molniy защита, предохранитель, zazimlini konturni qilindi to'liq standartlarga muvofiq. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting.